Mana qurtxona qotib qo'ygan. Mana yangi gullari, mana yangitdan solyapti. O'sha suspenziyangiz ham sho'tga urilgan. Berib o'rgan. Oziqangiz ham. Uni ham natijasi yaxshi. Nargi tomonlarga urilmaganda yarimiga urgan edik. Bu tomoni rivojlanishi ancha yaxshi unga qaraganda. Gullashi ham qandaydir anani poyani ana qilib qo'ygan. Yoshartirib qo'ygan. Avuji bor mana. Bu tomonlarda ko'p. O'shandan keyin dori sepilgandan keyin solganlari mana shular, mana gullaganlari, mana solganlari. Undan oldin mana qilib tashagan, hech narsa qoldirmay mana. Mana shunaqa qilib qo'ygan. Hech narsa qolmagan undan oldin. Prosta biz dorini kechira o'rdik. Agar bu dorini olib kelib bir 15 kun oldin urganda vashi shokolad bo'lar ekan. Biron dona hosilga zarar yetmas ekan degan. Hozir naryoqda qolgan gektarimga yana 50 gektarga arzonroq dori ishlatgan edim. Uni ichida izlasa topsa bo'ladi-da, bitta ikkita chiqyapti-da. U bundan keyin sepilgan. Ular hozir 3 sutga 4 sutga bo'ldimi? Shuna 4 sutga bo'pti unga. Bu arzonroq dori edi. Uda ham o'lgan, lekin sirazi ham o'lgan lekin. Mana polyada lekin hozir bu 4 gektar ichida bironta qurt topamadim hozir. Kecha bugun chigirtkalar ham, ko'k chigirtka rosa sakrab qilyapti. O'shalar ham yeb to'kib ketganmidi? Ular ham ko'rinmay qoldi, ko'k chigirtkalar ham. Natijasi yaxshi ekan, doringiz zo'r ekan.